Blackwater asoschisi Erik Prince Trampga Eron hududiga quruqlikdagi qo'shinlarni kiritmaslikni maslahat berdi. Endi shu nuqtai nazardan AQSh Eronga quruqlikdan qo'shin ham kiritishi mumkinmi? Buni ehtimoli yo'q emas. Uning uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida siyosiy iroda va jur'at topilishi kerak. Baribir Donald Trampga aytishgan, Pentagon rahbariyati ham, markaziy razvedka ham, razvedka xizmati ham va boshqa maxsus xizmatlar unga o'sha hisobot berishgan. Eron bugun kechagi Eron emas. Erondagi rejimni ag'darishni o'zi bo'lmaydi deb ochiq ma'lumot berishgan. Lekin Donald Trump va Isroil qanday o'yladi bilmadim. Oyatullohni ag'darsak, bu yerdagi qolgan rahbarlar cho'chib qoladi va xalq ham, ya'ni ularning nazarida xalqning 80% ko'chalarga chiqib ketadi deb o'ylagan edi. Bu yerda noto'g'ri tushunishdiki, Qo'shma Shtatlar va Isroil xalq rejimga qarshi chiqqan yo'q, balki Eron Islom Respublikasi konstitutsiyasida aholining ko'cha namoyishlariga chiqishiga ruxsat berilgan va ular rejimni ag'daruvchi emas, balki rejimni islohotlar o'tkazish, ya'ni ko'proq iqtisodiy islohotlar o'tkazish va bozorlardagi ahvolni yaxshilash borasidagi ko'proq tirikchilik ilinjidagi ko'cha namoyishlar chiqishdi. U boshqa gap, bu to'polonlar bo'lishi, 3000 odamning o'ldirilishi degani bu albatta mana shu ayrim kuchlar tomonidan namoyishchilar orasiga kirib olib, politsiya xodimlari xavfsizlik kuchlariga o'q otish holatlari kuzatildi va mana shuning ortidan tartibsizliklar kelib chiqildi. Aslida bu tinch namoyishlar edi va mening nazarimda bevosita savolga keladigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari jur'at qila olmasa kerak, chunki bugungi kunda Eronda oddiy muntazam armiya bor. Olaylik 2-3 million atrofida, yoki Eron Islom inqilobi qo'riqchilar yoki muhofizlar korpusi bor, bu ham 3-4 million atrofida va bundan tashqari Bashish harakati bor. Bu har qanday, masalan, tashqi xavf bo'ladimi, ichki xavf bo'ladimi, uni bostiradigan kuch. Uni ham 100 ming, 200 mingdan ortiq a'zolari bor va xullas bugungi kunda Eronda zaxirachilar bilan hisoblaganda 12 milliondan ortiq qo'lida qurol ko'tarishga qodir, asosan 90% yoshlardan iborat armiya shakllangan. Shuning uchun mening nazarimda bu hatto Amerika Qo'shma Shtatlari Iroqdagi harbiy operatsiyalarni eplay olmadi. Afg'onistondan sharmandali mag'lubiyat bilan chiqib ketdi. Somalida hatto bir guruh terrorchilarni yenga olmasdan, hattoki desantni juda ham katta yo'qotishlarga uchrab, Somalini ham tark etgan edi va mening nazarimda bularning oldida endi Eron armiyasi juda ham kuchli mintaqaviy держава, ya'ni harbiy jihatdan державаga aylanib bo'ldi. Uni menimcha yengish juda ham qiyin. Faqat hiyla yo'li yoki bo'lmasam Eronga nisbatan agar Trump maqsadiga erisha olmaydigan bo'lsa, u holda masalan yadroviy qurol qo'llashdan menda xavotir bor. Eronni bugun katta kuch bilan hujum qilmayotganligining asosiy tiyib turgan narsa ham mana shu AQSh yoki Isroilning yadroviy zarba berish xavfi. Ya'ni o'sha Benyamin Netanyahu 11 fevral kuni AQShga tashrif chog'ida ham Donald Trump oldiga shart qo'ydiki, yo biz o'sha bizga yordam qilasiz Eron rejimini o'zgartirishga yoki uning harbiy potensialini qirqishga, yoki biz yadroviy qurol qo'llashimiz kerak degan talablarni ham ilgari suryapti va Eron rejimini bugun o'ylantirib turayotgan masala mana shu yadroviy qurollarni qo'llash ehtimoli masalasi. E'tibor qilib ko'radigan bo'lsak, keyingi paytda juda ham mana shunday yadroviy qurolni qo'llash haqidagi gap so'zlar, tahdidlar kuchayib ketdi. Rossiya tugul hatto Ukraina prezidenti Zelenskiy ham Trump oldiga hatto ultimatum shartlar qo'yapti. Yo AQSh va Yevropaning, NATOning Ukrainaga yordami davom etadi, xavfsizlik kafolati beriladi, yoki bizga yadroviy qurol bering degan talablarni ilgari suryapti. Yoki mana Shimoliy Koreyaning yadro quroliga ega bo'lishi urinishlari endi bor bo'lsa kerak, shuning uchun hech kim hujum qila olmayapti. Yoki mana balki Eronda ham
mana shunday harakatlar kuzatilayotgandir yoki mana Turkiya Eron mabodo yadro quroliga ega bo'ladigan bo'lsa biz ham ertaga o'zimizning yadro qurolimizni yaratishga harakat qilamiz deyapti. Xullas butun dunyoda mana shu bugun o'zining xavfsizligi yoki suverenitetini himoya qilish uchun yadroviy qurolga ega bo'lishimiz yoki yadroviy qurolni biz harbiy teatr maydonida qo'llaymiz degan chaqiriqlar bo'lyapti. Bu juda ham bir xavotirli, insoniyat juda yomon. Bu bitta o'sha mintaqaning o'sha xavfsizligi emas, balki insoniyat qirilib ketmaydi, balki ertaga bu Eronda qo'llanadigan bo'lsa Markaziy Osiyo va Kavkazga ham uning o'sha ta'siri juda ham yomon bo'ladi. Ya'ni ekologik xavf bu yerda o'sha atom quroli tushgan hududning bir necha 40-50 yil mobaynida muzlab qolishi, ekin hosil yetishtirib bo'lmasligi holati kelib chiqadi va albatta bu narsa Markaziy Osiyoga ham kuchli ekologik ta'siri bor va albatta insonlar o'rtasida saraton kasalligi va boshqa muammolarning ham kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Va shuning uchun mening nazarimda hozir bunday aqlsiz gap so'zlarning o'rni emas, balki faqatgina mana O'zbekiston rahbariyati ham doim muammolarni tinch diplomatik yo'llar bilan yechish masalasini ilgari suryapti. Meni yana bir quvontirgan narsa shu bo'ldiki, Eron bu yerda Eron masalasida doim o'sha Ozarbayjonning fikri sal bir betarafroq bo'lgan. Bu safar biz o'zimizni qo'shnimizga hujum qilishlariga yo'l qo'ymaymiz va buning uchun o'zimizni hududimizdan foydalanishga imkon bermaymiz deb ochiq bayon etdi va xuddi O'zbekiston kabi u ham muammoni tinch siyosiy va diplomatik yo'llar bilan yechishga chaqiryapti. Va mening nazarimda bu yerda faqat mana shu Islom Respublikasining qo'shnilari bo'lgan Suriya yoki Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa mamlakatlarning bayonotlari sal keskinroq bo'ldi. Men ularni ham to'g'ri tushunaman. Ya'ni Eron Islom Respublikasi ular hududidagi AQSh bazalariga hujum qilyapti. Buni ham to'g'ri tushunish kerak, lekin ularning menimcha bu urushga qo'shilish to'g'ri bo'lmaydi. Agarki bu ular mana shu koalitsiyaning urushiga qo'shiladigan bo'lsa, ertaga Qo'shma Shtatlar va Isroil baribir ertaga bir oy o'tib yo 1,5 oy o'tib resurslar tugagandan keyin jang maydonini tashlab qochadi va undan keyin sunniylar bilan shiyalar o'rtasida urush kelib chiqadi. Menimcha bu yerda albatta aql idrok bilan ish tutilishi lozim deb o'ylayman. Rahmat Abdulla aka, siz boya endi Amerika Qo'shma Shtatlarining shu quruqlikdan kirish masalasidagi holatini aytdingiz, lekin uning ittifoqchilari bor, NATO. Menimcha bu yerda aytishimiz kerakki, NATO kirganda ham NATO, Amerika Qo'shma Shtatlari, Isroil va arab davlatlari quruqlikdan operatsiyalarga kirishganda ham Eronni yengish juda qiyin bo'ladi. Agar Eron yengilganda, qarshilik ko'rsatmaganda bugun olaylik taslim bo'lib qo'ygan bo'la qolardi shu kungacha. Hatto Oyatullo uyi bombardimon qilinib u halok bo'lgani ma'lum bo'lgandan keyin siyosiy va harbiy rahbariyat taslim bo'lib qo'ya qolgan bo'lardi. Menimcha Eron o'ziga ishonadi, atrofidagi prosi kuchlar bor. Hattoki o'sha Yevropa davlatlari ham, Qo'shma Shtatlari ham uylariga tobutlar oqib borishini istamasa kerak. Bu yerda Eron xalqi juda ham bir erkni sevadigan, mustaqillikni, suverenitetini qadrlaydigan xalq va hatto o'sha Suriyada terrorizmga qarshi kurash olib borayotganda, hatto manfaatlari uyg'un bo'lib turganda Rossiya Federatsiyasiga harbiy baza uchun joy bergani yo'q. Shunaqangi bir o'zini erkini yaxshi ko'radigan millat hisoblanadi va o'ylaymanki Rossiya so'raganmidi o'zi? Rossiya so'ragan harbiy baza, harbiy havo baza bir marotaba foydalanishga ruxsat berildi Suriya hududidagi terrorchilarni bombardimon qilishga, lekin Rossiya matbuotiga sizib chiqqandan keyin bu xabar Eron Islom Respublikasi Rossiya Federatsiyasi qo'shinlarini olib chiqishini talab qilgan va mana shundan keyin o'rtada sovuqchilik paydo bo'ldi. Bu masala harbiy baza masalasi juda ham qattiq sovuqchilik bo'ldi, diplomatik sovuqchilik. Lekin ya'ni Eron harbiy bazasini bermadi Rossiyaga. Bergani yo'q. Bir marta foydalandi Rossiya bombardimonda, lekin bu matbuotga ko'chgandan keyin
unaqa juda bir ittifoqchi ham deyish qiyin ekanda unda. yo ittifoqchilik munosabatlari menimcha hech qachon bo'lmagan Eron bilan Rossiya Federatsiyasi. Bu yerda faqat manfaatlar bor. Hatto bugun Rossiyaning masalan matbuoti voy harbiylari yo'q biz ittifoqchimiz o'sha Eron Islom Respublikasi Eron yiqilgandan keyin Rossiyaga ham keladi deyapti. Yo'q, Rossiyada juda ham katta miqdorda 5,5 mingdan ortiq yadroviy raketalar bor. Shuning uchun hech qaysi davlat Rossiyaga urush qilishga botina olmaydi. Endi bu yerda Eron ertaga yaratishi mumkin. Ertaga bu Amerika Qo'shma Shtatlari xalqiga ham tahdid soladi degan ma'noda bu eski Obamalar, Clintonlardan qolgan bahonalarni bugun endi Donald Tramp yangicha formatda olib chiqyapti kun tartibiga. Aslida Eron harbiy maqsadlarda hech qachon o'sha qurol yaroq yaratish dasturini e'lon qilmagan. Hatto 1992-yildan beri o'sha BMTda Amerikada elchi bo'lib kelgan Benyamin Netanyahu o'sha paytdan beri jar solib keladiki, Eron mana ertaga qo'yib bersak, bir oydan keyin yadro quroli yaratadi deyapti. Mana ko'rdik, shu kungacha yetib keldik. Mana 2026-yil haligacha Eron bir dona bo'lsa ham atom qurolini yaratgani yo'q.